Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum. YouTube chorva ishqibozlari, Abroruz kanalining hurmatli tomoshabinlari. Do'stlar, biz bugun Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidamiz. Mozortol mahallasida Ulug'bek akamizlar fermasidan yaxshi video qilib beramiz akalar. Maza qilib ko'rib, bittadan like bosib, izohlarni kommentariyada qoldiraverasizlar. Yosh va sifatli mana bunaqa birinchi qorinda o'zida dadil sut beradigan, zo'ridan so'ragan akalarimiz bo'lsa kelaverasizlar. Ish bitadi inshaalloh. Ko'ringlar, baho beringlar, arzimas mehnatga akalar malol kelmasa, bir dona like tirsillatib bosib, izohlar kommentariyada qoldiraverasizlar. O'zi aslida ashaddiy obunachilarimizga malol ham kelmaydi, bosinglar gazini. Mana bunaqa har doim yo'ldalari orqalari yechilib ketyapti. Mana buni qarang. Ulug'bek aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi Qanday charchamayapsizmi aka? Jimisiz? Juma ayyomlari bilan. O'zlaring bor bo'lsin. Ilohim Alloh dargohida qabul bo'lgan bo'lsin barchalarning o'qilgan juma namozlari. Hoji? Voy aka. Hoji akalar, hoji va hojonalar tanjonlari sog' bo'lsin. Yaxshi kevollaymi? Tanjonlaring sog' bo'lsin. Ko'pchilik katta hajmda kelyapti. Alloh dargohida qabul bo'lsin. Xudo xolasa. Mana sizlarga deb zo'rlarni olib kelib qo'ydim. Voy jonivorlar. Birinchi qorinlarga. Musofirda ko'rib olaman degan odamlarga ham yo'lda qilib berasizmi? Xudo xolasa. Tanjoni sog' bo'lsin. Musofir bo'lib, yurib, harakat qilib, vatan uchun foydasini yeyapti. Ha? Davlatimizga daromad kelyapti, pul kelyaptiki, Xudo xolasa ish yuraveradi. Gap yo'q. Hech yo'q o'zini o'zi eplayapti. Birovga og'irchilik tushgan yo'q. Tanjoni sog' bo'lsin, musofirda yurganlarni. Agar shu gaplar to'g'ri bo'lsa, aka va opa singillar bittadan like bosib qo'yinglar. Keyin issiqda, Xudo xolasa mana kechki salqinda bar havo joyida ko'k choyni ichib, maza qilib ko'radigan video bo'ladi, Xudo xolasa. Gap, nechta mol chiqaramiz aka? 20 dan 20 tacha mol chiqaramiz. 20 tadan oshiqroq ham plus minusda mol chiqadi. Like bosib turinglar, 95%. Zagonda bor. Bug'oz yetilib turibdi, 95%. 95% yetuk birinchi qorin ha? Albatta. Keyin hoji mana mollar qarangda. Mollar 300, 400 kilo, 500 kiloli mol emas. Hammasi birinchi qoringa yirik, baquvvat standart tanlab terib olingan mollar. Atborniy sara. Mana zo'rlaridan, hoji. Mashallah. Bularda bir savdoga ham yetasiz, donalab ham yetaverasiz. Donalab ham yetamiz. Bir savdoga ham donalab ham yetaverasiz. Mana qarang, hoji. Amalloh qarang. Yelin boshlagan mana. Bo'y bastlarni ham ko'ravering. Yevropadan kelsa shunchalik kelardi, hoji. Mana hamma qarang. Voy bu. Kami 25 tadan oldi 35 tagacha Xudo xolasa realniy sut beradigan mollar. Inshaalloh. Mana jonivorlar qarang. Amalloh. Hurmatli tomoshabinlar, bo'y bastlarni qarang, jonivorlarni. Yosh molga urg'u ko'p berilyapti. O'zim videolarda obunachilar so'rasa, yosh molni ko'proq qo'ldan kelgancha tavsiya qilyapmiz. Nimaga? Bu mollar yiliga narx qo'shilsa go'shtlariga tushmaydi. Mana shuni chorvalar akalarimiz olsa ham bo'ladi. Nimagaki hali charchagan nima mollarni shuni sotib olib, o'rniga yangilab qo'ysa bo'ladi. Yangisidan a? Toza qoldi mana, garantiyali mollar. Bu ostlan qarang, jonivorlarni. Mashallah. Endi shular 30-35 ta sut bermasa, qaysi beradi birinchi qoringa? Hoji? To'g'ri. Mana ostlan qarang. Toza daniyalar, go'zal narsalar mana. Mana ular qarang. Mana qarang, soskalarni qarang. Haqiqiy apparat soska. Jonivorlar. Mana. Mashina bitta yechingchi aka, bitta tantala qiling. Shuni olmasangiz bitta yurgizing shuni. Mayli ko'rsatamiz. Qani G'ofurjon aka, keling ikkalamiz bir shuni olib chiqaylik. Obunachilar ko'rsin, maza qilsin. Akalar, rossiyskiy deganlarga rossiyskiy, Daniya, Simmental, Golishtenlar bor akalar. Mana Xudo xolasa men molni videoda oldin gaplashdim akalar. Endi boqaydigan odamnikida ko'p sut beradigan variantlar, lekin narxi darimroq, yengilroq. Mana qarang. Kallalar maqtov kalla. Birinchi qoringa. Hali buzoq bo'lsa kerak. Yana bir 15 kunligi bor. 15 kun. Nimaga hali bu yelin bo'sh. O'ta vanna yelin jonivor. Tazlakan mol emas, mashallah. Ulug'bek aka, qanday aytamiz? Bir joyda aytamizmi, donalabmi, qanday bo'ladi? Bir joyda ham eng pasti, eng tevasini narx qo'yamiz. Mana bir qator varaqlab borib olaylik. Keyin bitta narx qo'yib beraman, hoji. Bo'laveradi. Mana bu ham o'shalar ichida, akalar. Lekin musofirda turib ham onlayn ko'rib, tanlab turib olsangiz ham bo'laveradi. Mana sizlarga xotirjam nima qilib beradi, bitta ko'rsatib beradi, screenshot qilishga oson bo'ladi. Biz ham adashmaylik, uzoqdagi insonlar ham adashmasin. To'ppa-to'g'ri. Buni joyiga olib boraylik. Bu mashq partiyadan nechta bor aka, mashlar yoshlarda? Hammasi birinchi qoringa. Men
ikkita ikkinchi, 4 dona ikkinchi qoringa bor ekan. Sonini so'radim. Soni 15 bosh birinchi qoringa. 15 bosh. Soni 15 bosh akalar birinchi qoringa. Oy, jonivorlar. Bo'ylang joyiga olib boraver. Mana akalar. Mana shu tipda yana soladi narigilari ham, faqat vaqt kerak. Xudo xolasa eng kam 25 dan 35 tagacha. Aha. 25 dan 35 tagacha sut prognoz qilib kutyapti. Alloh alam endi misol uchun boqaydigan odamning qo'lida ziyodasi bilan beradi. Endi olib borib turib to'g'risi akalar opiti bor odam sog'yapti buni sutini. To'g'rimi aka? Albatta. Opit tajribasi bor odam sog'adi. Hamma ham o'rganadi. Buni chorvani o'rganish oson. Prosta ozgina mehnat qilish kerak. Mehnat qilish. Mana uzun birinchi qoringa mana. Yelin qo'zg'agan. Aha. Endi 7 oyga olsin ana. Mana buni qarang, jonivor. Yapalaqlagan, yelin boshlagan mana. Voy jonivor. Jonivorlar. Qadrdan shularni ikkita olib borib tashlab qo'ysangiz maza qilasizda. Xudo xolasa. Mana. Ay. Rossiyskini pachkasini olaman deganlarga mana zo'ridan. Zo'r. Nimaga bu ekov bo'shalib ketibdi? Xaridori yo'lda bularda aka. Ularda xaridori yo'lda. Xaridori olgan odam maza qiladi, xudo xolasa. Xo'p, Ulug'bek aka, obunachilar ko'p kuttirmasdan narxini aytaylik. Qayerdan boshlab ketadi 15-mol qaysi? Mashinagachami? Mashitgacha. Shu ham ichida 15 talikda. Aha. Birinchi qoringa 30-32 litr sut bergan mol mana shu mol. Mana shu mol, ha? Aha. Xo'p. Necha oylik bo'g'oz? Yelin solib turibdi. Yelin solyapti. Bir hafta 8 kun atrofida tug'iydigan, 7-8 kun atrofida. Ha, bu 2 ga. Bu ikkinchi qoringa. Ikkinchi qoringa kelib bir hafta 10 kun atrofida tug'adi. Mana 10 kun. Bu 2. Qarang. Bitta, ikkita 43 milliondan boshlanadi. Agar muomalasi ma'qul kelib qolsa, mana shu molni ham beraveraman 43 millionga. Yo'q. Aha. Ana bo'lmasa. Ikkinchi qoringa. Bitta, ikkita, 3 ta simental. 4 ta. Aha. 5 ta. Aha. 6 ta. 7 ta. Yelin solib turganini qarang jonivorlar. 8 ta, 9 ta, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ta. Mana bu yoqda bitta 17 ta ekan. Qaytaring baqa. 17 ta. Nech pul aka bular narxlamasi? Qanaqa bo'ladi? 43 milliondan eng zo'rini mana. Mana bularda 62 milliondan eng zo'ri. Bitta yo ikkita. Aha. Bu misol mono mol tanlasa ham 62 million deyavermayman. Hammasini o'ziga yarasha narxi bor. O'ziga yarasha xaridori bor. O'ziga yarasha xaridori bor. Kimgadir ming maqtaganingizda katta mol qiziq emas. Kimgadir kattasi qiziq. To'g'rimi? Albatta. Qarang. 43 milliondan 62 milliongacha narx qo'yamiz. Bir joyga 55 milliondan kamini qilib beraman. Yo'q, 55 million emas. Agar shunchasiga pul sana bersa, otasiga rahmat. 54 milliondan butun O'zbekiston bo'ylab dastlabkasini qilib beraman bitta ucharada oshi bilan. Aka, biz obunachilar lekin olib qo'yadi. Xudo xolasa olib qo'ysin. Olsin, baraka topsin. Akalar, o'sha mollarda eng kechki bo'g'ozi ham ichida mana kechkiroqqa o'xshayapti. Misol uchun, eng kechkisini necha oyga berasiz? Eng kechkisini 7 oyga olaversin. Eng kechkisi 7 oydan o'sha oldi to'riqda yana solyapti, to'g'rimi? Albatta. Gap yo'q. Endi do'stlar, bularni to'g'risi har bittasini yechib ko'rsatish yaxshi-yu, mollar arqonga o'rnashmagan. Endi bunday qilamiz. 120, 130 ligi yo'q. Keyin 400 kilo, 500 kilolik yo'q. Kam 600 kiloni oldi 750, 800 gacha chiqadi. Mana jonivorlar. Bir joyda akalar 54 million so'mdan tanlab olishga 45 million, qancha dedik? 43 million so'mdan hoji. 43 dan 43 million so'mdan 62 milliongacha. 62 gacha. Endi ko'rsataveramiz akalar. Endi to'g'risi kichkina 43 million deymiz, 43 million ham to'g'risi birovdan so'rasangiz mayda berib yuboradigan pul bas. Har bitta molni kelib ko'rib savdo qilaverasiz. Bu nima ekan? Bu addenni ya bu? Bu addenni suti bor. Aha. Hozir bizda 20 ta sut beryapti. Aha. 20 ta 21 ta sut beryapti. Hop. Lekin egasini qo'liga borib qolsa, qarovini qilsa mol sut qo'shadi. Qo'shadi, inshaalloh. Aha. 20 ta sut beradi. Bu qochganmi, svoymi? Buni 2 oy bo'ldi qo'yganimga dedi. Aha. Lekin aniq emas. Unga ishonib qolmang bo'g'oz deganiga. Nech pul deymiz? Mana to'tala soskasi ham but hoji.
Bo'ladi, bobaka. Mana. Narxi kattasi. Narxi 40 million kami bor. 40 million. 2 oylik gumon, lekin 20 litr sutga svoy. 40 million kam bor. Qara uni qilsa, men ertalab sog'im bo'lgan, kechki sog'inga. Yo'q. Agar musofirdan telefon qiladigan bo'lsa 39 millionga beraman. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha mayli dastavkasi meni bo'ynimda. Yo'q, akalar, faqat sal eti hozircha quruq bo'lib turadi. Bundan endi qorniga bolasi mana. yetilgan sari. Mana semental buqoni qo'shib olsa 61 millionga ketdi. Mana shu buzog'i bilan, ha? Shu buzog'i bilan. Ana olmasa. Olmaring mana. Buni 39 millionga hoji hayrini qilib beraman. 39 millionga hayrini qilib beriladi. Akalar, dastavkasi bor. Endi akalar, xunojini ko'ryapsizlar. Xunojin ham arzon emas. Mabodo sutidan daromad qilib turib, sekin qochirib yetiltirib boqaveraman yoki sotaman desangiz ham necha effekt beradi inshaalloh. Xudo xolasa sutdor mol. Sutdor. Prosta qarov ko'rinmayapti. Sal qarov o'xshamabdi. Mana shu buzoq qo'shib olsa 61 ga odam bola bo'lib qolaveradi. Lekin atak buni bolasi bas bu, semental. Bu toza semental. Buni o'zini hoji 23 millionga kamini qilib beraman. Ona bolaga lekin o'sha pul, ha? Ona bolaga 60 millionga beraman. Ana olmasa. Endi aka, mollarni qani bir ko'ngilga yoqqanini sekin yechib ko'rsataylik. Mana yapalag'idan. Shu ikkinchi qorin bu? Ikkinchi qorin. Buni yelim boshladi. Semental ikkinchi qoringa. Semental ham ikkimi? Semental ham ikkinchi qoringa. Aha. Yo'q, birinchi qorin, adashib ketdim. Uzr, adashib ketdim. Semental birinchi qoringa. Mana bular bunday bir emas. Sementaldan boshlanadi, bari hammasi birinchi qoringa. Hammasi birga ketadi. Bo'sh yurganlar ham, jonivorlar qarang. Mana endi bor ekan, aka. Mana shu molam juda chiroyli, kellalari kichkina mol ekan. Ana jonivor qarang. Ostilari zo'rda. Yelli pachka mollar, mana vanna yelin jonivorlar. Mana qarang. Ha, aka. Bilgan bittada bildim mollarni. Xudo xolasa. Ertalab xudo xolasa yuklab chiqarib yuboramiz egasiga. Gap akalar, narx-navosi bir joyda 54 million so'mdan, tanlab olishga 62 milliondan 43 milliongacha narx aytiladi. Lekin mollarda o'sha sementaldan keyingi bitta nemisdan buyog'i hammasini bo'g'ozdek davri, pashta eng o'sha 6 oylik buyog' qo'shiladi faqat, ha? 6 oy, bitta 7 oy deylik, qolgan hammasi yelin solib turibdi. Hammasi o'sha yelin boshlagan, hurmatli do'stlar. Mana bu ikkalasini jupiga ko'rib olmaysizmi, hoji aka? Juplab yurgizaylikchi. Bo'ldi, yurgizamiz hoji aka. Mana jupiga. Nech pul qilib berasiz aka ikkalasini bir savdoga? Mana ikkalasi. Bitta savdoga 57 dan berib yuboraman hoji. Siylamaysizmi? Siylab beraman, telefon qilib. Siylab yuboravering. Nima bo'lsa. Kami ko'p. Kami ko'p, ha? Hali arzon tog'a g'ij deydi-yu. Unda hozir yozda vijillatib bo'lmaydi buni. Kami ko'p. Kami ko'p so'raveradi. Gap yo'q. Shu o'zingiz gap boshlab qoldingiz. Arzon tog'am bugun katta hojidan keldi. Muborak bo'lsin. Alloh ilohim dargohida qabul qilsin. Siz qatori bizlarni, barcha mo'min musulmonlarni, bormaganlarni, borishlikka, borganlarni yana qayta borishlikka Alloh nasib qilsin. Umringiz uzun, rizqingiz ulug' bo'lsin. Alloh akbar. Men hamma obunachilarda siz qatori akalarimizni nomidan borib, ehsonda duoni olib keldim. Inshaalloh dushanbadan u ham ishni boshlaydi. Malades. Umr uzun bo'lsin, rizq ulug' bo'lsin. Do'stlar, mana ko'ringlar, mollar ulug'bek ekan, pozitsiyasi mana shunaqa, yosh molga urg'u beradi, ferminli molga urg'u beradi. Toza mollar. Tug'dirib sotaman desangiz ham, mana yetiltirib sotsangiz ham maza qilasiz, sog'ib ichsangiz ham maza qilasiz, qadrdonlar. Maza qilaverasiz, xudo xolasa. Qarchi, beka kelsangiz bo'ldi. Molsiz ketmaysiz, xudo xolasa. Mana shuncha akalar, kimdir arzon deydi, kimdir qimmat deydi. Shuncha mol qayerga ketyapti? Hammasi egasini topib ketyapti. O'g'il odamlar maza qilyaptiki, yana kelyapti qaytib. Albatta. Birovga aqllilik qilish emas. Yosh mol olgan odam qaytib kelyapti. To'g'rimi aka? Albatta, buni bunchalik qilib yetiltirib olishni o'zi oson emas. To'ppa-to'g'ri. Shunchalik qilib yetiltirib, sotishga tayyor qilib, meni qo'limgacha yetib keldimi, baqqanga tarbiyasini yetkazib yuborganga otasiga rahmat. To'ppa-to'g'ri. Jonivorlar qarang, o'ta polvon irigidan, bo'y bastlari balandidan. Mashalloh. Mana shu mollar ham hazlakan emas ekan, ha? Do'stlar, kelaverasizlar. Mana mollarning har bittasini yechib ko'rsatgani zo'r
Biz ham xohlaymiz, mollar to'g'risi arqonga o'rnashmaganligi uchun jahliga bas. Unavermaydi, lekin sog'dirgani hammasi tek turadi. Ha, hammasi bor. Xohlaganingizda yellarni ushatib berishim mumkin. Xohlasangiz mana buni ushlab beraman hoji yellarni. Mana. Bu yoq qaysarlik bo'laveradi, lekin yerini ushaganingizda mana hoji bo'ldi. To'xtang. Jonivorlar. Xullas kelish kerak, ko'rish kerak, tanlab olaverish kerak. O'ta polvon mollarda. Shuni olib borib qo'yib yuborsa, Yevropadan kelgandek bo'ladi. Xudo xolasa. Xudo xolasa aka, Samarqandlik akalarimiz ko'p aloqaga chiqadi bu mollarga. Nimagaki Samarqandda yosh mollarga urg'u ko'p berilyapti. Ketyapti shunchasi Allohning fazli bilan. Nechta 2 tami, 4 ta, 10 ta qizi yo'q. Keyin bitta aka kreditga beraman, nomerimni nima qilib qo'ying deyishdimi, sizga hozir aytaman. 90lik ekan. 580 7000 ga aloqaga chiqsalang, kreditga mol berishar ekan. Sizga daxli yo'q uni. Menga daxli yo'q odamda. Men lekin kreditga beraman, menga daxli yo'q. O'sha inson aytdi, meni video oxirida qo'yib yuboring, shunaqa nomerimda deyishdi. Kreditga beraman mol deyishdi. Qayerda u aka? U haligi hozir mana chorvani rivojlantirishga davlat tomonidan kredit beryapti-ku chorvalarga, chorvador insonlarga. Necha foiz ekan aniq bilmadim. O'shanaqa 100 millionmi, 1 milliardmi, 2 milliardmi o'sha aloqaga chiqsa men bilan dedi, menda mol bor deyishdi. Ishini bitirib beraman dedi. Ishini bitirilaveradi. Xullas, kelaverasizlar. Endi kimga qanaqa, hammani o'lchovi har xil. 5 qo'l barobar bas. Kimgadir ana shu videoda aytilgan nomer o'sha insonga telefon qilib o'zlarining gaplashib olaverasizlar. Menga uni aloqasi yo'q ama. Lekin xolis xizmat fisabilillah aytib qo'yasiz. Xolis xizmat. Menga aytib qo'ying deyishdi, men aytib qo'ydim. Gap yo'q. Mendan ishtima ketmaydi. Hammaga omad, kelaverasizlar akalar. Ulug' ekan Tanjonlar sog' bo'lsin. Bitta ucharada osh qilib beraman. Kelaveringlar, xudo xolasa mehmon bo'lib ketinglar.